Bizga musibat bo'lib tuyulgan narsalarda aslida nihoyatda katta foydalar bor ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga bizga sinovlar, imtihonlar beriladi? Misol uchun, boshi ber ko'chaga kirib qolganimizda bizdan voz kechadilar. Bizga xiyonat qilib azob beradilar. Yiqilganimizda qo'l cho'zadigan kimsa topilmaydi. Mol davlat qanday kelgan bo'lsa, shunday yana bizni tark etadi. Beixtiyor qorong'u tunda hatto soyang ham tark etadi seni degan iboralar yodimizga tushadi. Bunday vaziyatlar bizga Robbimdan sen bandalarga bog'lanma, bandalarimga suyanma, mendan umid qil degan emasmi? Agar shu haqiqatni tushunib yetsak, yo'qotgan barcha narsalardan ko'ra kattaroq boylikka ega bo'lamiz. Afsuski, ig'vo, g'iybat, muhokama kabi jirkanch odatni oqibatini eslatsangiz ham buni anglashni istamaydigan odamlar bor. Vaholanki bu haqida doim bong urib gapiriladi, bilimlar beriladi, ammo insonda xohish bo'lmasa qiyin ekan. Donolarning bir gapi bor: odam bolasiga nasib etmaydigan bilim yo'q, bilimdagi nasibasini rad etadigan odamlar bor. Shuning uchun hayotda nima ish qilsangiz ham bilingki, sizni tanqid qiladiganlar albatta topiladi. Sizni to'g'ri yoki noto'g'ri yo'lda ekanligingiz ularga ikkinchi darajali, birinchi o'rinda ularga tanqid qiziq. Shundan rohatlanishadi. Tan olaylik, oramizda bor-ku shunday insonlar. Insoniyat borki g'iybat va muhokamalar bo'lib kelgan. Shunday ekan, bundan aziyat chekishni hojati yo'q. O'zgalarning gap so'zlariga qarab umr kechirish nodonlik. Qalbingizda agar kimgadir nisbatan tanqid bormi? Demak, siz shaxsiy muvaffaqiyatingiz, baxt va o'sishingiz uchun bolta uryapsiz. Sababi asosiy e'tiboringiz ana o'sha o'zga insonda. Yoqmayaptimi? Kuzatmang. U haqida umuman gapirmang. Iloji bo'lsa, o'ylamang. Tanqid bu muhokama. Muhokama esa oddiy qilib aytganda g'iybat. Nihoyasi bor, o'tkinchi umrimizni yaxshilikka sarflaylik deyman-da. Tinmay harakat qilaman, omadim nega kelmaydi deb ba'zan nadomat qilamiz. Mehnatlarimizning barakasini yolg'onlarimiz, maqtanchoq tilimiz, dilozorligimiz yuvib ketarkan. Hasad qilyapmiz, baxillik, g'iybat qilyapmizmi? Savobli ishlarimiz uchdi ketdi. Bu oddiy, lekin biz unutib qo'ygan haqiqatlar. Qalbni tozalash uchun eng yaxshi yo'l bu yomon ko'rgan va o'zingizga dushman deb bilganlaringiz uchun duo qiling. O'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, aynan shu yaxshiliklarni tilang. Yuragingiz yumshab, ruhingiz yengil bo'lib borayotganini sezasiz. Baxtli bo'lish yo'lini topib bilib olasiz. Birovni yomon ko'rib qolayotganingizni fahmlagan zahotingiz darrov o'zingizga hay, sekin, o'zingiz ham farishta emassiz deb eslatib qo'ying. Tushkunlik holatidan qanday chiqish mumkin? Azizlarim, bilasizmi, agar bugungi kunda sizni hayotingizda sinovli kunlar boshingizdan kechirayotgan bo'lsangiz, tanlov o'zingizni qo'lingizda. Tushkun holatda qolib, nolib, niqat bo'lib, siqilib yashasangiz ham umringiz o'tadi. Ammo lekin mana shu vaziyat menga yaratgan tomonidan bir ne'mat sifatida berildi deb qabul qilsangiz, buni orqasida albatta bir xayr bor desangiz, bu men uchun katta bir tajriba deb qabul qilsangiz ham umringiz o'tadi. Demak, nima ekan? Hammasi o'zimizning qo'limizda. Siz qaysi yo'lni tanlaysiz? O'zingiz qildingizmi, Yusufbek? Da. Nuqqa ko'rsatingchi. Birinchi. Azizlar, meni jiyanim hozir kelsam, blinchiklar pishirib, menga kirmayman uyga desam, qaranglar, o'zingiz qildingizmi? To'g'risini ayting. Da. Rostdan. Номер 1 шеф-повар страны. Seven School maktabida o'qiyotgan jiyanim mana shu bo'ladi, Yusufbek. Rahmat bolam. Alloh rozi bo'lsin. Retsepti bilan bo'lishamizmi? Qanday qildingiz? Сначала birinchi ikkita tuxum, undan keyin bir piyola shakar aralashtirdim. Undan keyin sut qo'ydim. Undan keyin un bir piyola. Undan keyin gustoy bo'lgunicha yana qo'shaveramiz. Undan keyin hammasini aralashtirib
Mana shu yerga yog' qo'shamiz. Endi ishondim man o'z qilganingizga. Rahmat. Yog'dan bolam. keyin soda aralashtirib, undan keyin